Assalomu alaykum doktor. Voy, tilla balo keldi. Buni sog'ish kerak. Hop, nima bezovta qilyapsiz? O'zi ko'p shikoyatlarim yo shu yo'tal mashtimga keldi doktor. Hech narsa yordam bermayapti. Qani analizlaringizni ko'raylikchi. Voy, analizlar yaxshi chiqdi-yu. Mayli, boshqacha ish tutamiz. Analizlaringiz yaxshi chiqmagan. Qo'shimchasiga o'tkazib MCKT qilib olish kerak. Oddiy rentgendan boshlasa bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, faqat MCKT yordam beradi sizga. Lekin bular bo'lmas joylarda qilmaysiz, faqat men aytgan lokatsiyaga borib qilishingiz kerak. Mana shunga telefon qilasiz va lokatsiya bo'yicha borasiz. Faqat shunga borasiz. Alaykum jigar. Tilla balo hozirgina chiqib ketdi. Telefon qiladi, kutib olasiz. Bizani ham keyin unutib olmang oxirida. Ye, va alaykum assalom. Bo'ldi, hammasi tushunarli. O'zim kutib olaman. Siz bonuslaringizni kechki payt kartangizga tashlab qo'yaman. Aka, o'tkazda unaqa qo'rqinchli narsa yo'q. Lekin menga bu umurtqangiz yoqmayapti-da. Bu umurtqani emirta qilib ko'rish kerak. Uni yo'talga nima ahamiyati bor doktor? Aql o'rgatavermang. Sizmi doktor, menmi doktor? Shuncha o'qigan biz bilamiz-ku. Umurtqani emirta qilish kerak. Mayli doktor, nima desangiz shu. Hop qilamiz. Qayerga borishim kerak uning uchun? Men sizga bitta nomer beraman, telefon qilib borasiz, umurtqani yaxshi emirta qilishadi uchun. Men o'zim xohlaganimga borsam bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Men aytganga borasiz. Assalomu alaykum ustoz. Emirtaga kasal kamayib ketdi deganmidingiz? Bitta jo'natib yubordim sizga, kutib olarsiz.